Assalomu alaykum hurmatli opa-singillar. Bugun sizlar bilan judayam mazali, og'izda eriydigan trubichka shirinligini uy sharoitida tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun bizlarga kerak bo'ladi margarin, tuxum, tuz, uksus, muzdek suv va un kerak bo'ladi. Birinchi ishimizni un bilan margarinni kroshka qilib olishdan boshlaymiz. Mana unimiz bilan margarinimizni ham kroshka qilib oldik. Endi xamirimiz uchun qolgan narsalarni tayyorlaymiz. Muzdek suvimizga 2 ta tuxumni chaqib olamiz hamda 1 osh qoshiq tuz solib, ketidan 2 osh qoshiq olma sirkasi va ozgina uksus solamiz. 7% 4-5% uksusdan foydalanamiz. Va xamirimizni qorimaymiz, lekin shunchaki chetlardan olib birlashtirib mushlamasdan xamir qilib olamiz. Bu asosiy jarayonlardan biri. Xamirni mushlamaysiz, faqatgina margarin bilan unni biriktirasiz. Tayyor xamir holatiga keltirishingiz kerak. Shunda qat-qat xamir bo'lib, yumshoq bo'ladi. Mana xamirimiz xuddi shunday holatga kelgandan so'ng 3 ta o'rtacha kattalikda zivolachiga bo'lib olamiz va xolodilnigimizga 1 soatga tindirishga olib qo'yamiz. Xohlasangiz bu xamirlardan tayyorlab qo'yib, morozelkaga solib qo'ysangiz va uni keyinchalik ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana xamirimiz sinib tayyor bo'ldi. Endi buni katta zivola qilib yoyamiz. Qo'rqmasdan un sepib yoysangiz bo'ladi. Yo'qa qilib yoyganimizdan so'ng 2 santimetrdan kesib olamiz. Ya'ni 2 barmoq qilib kesib olsangiz aniq bo'ladi. Yo'qa qilib yoyib oldik. Endi orasini 2 santimetrdan qilib, bir tekis qilib, chiroyli qilib kesib olamiz. Kesib bo'lgan xamirlarimizni mana shunday folga qog'ozga o'rab olamiz. Bu folga qog'ozini o'zim uy sharoitida yasadim. Siz ham bemalol uy sharoitida shunday folga qog'ozdan yasab trubichka qilsangiz bo'ladi.
Buning uchun albatta qolip shart emas. Bu bizni xamirimizga nachinga solishimiz uchun juda kerak. Albatta uy sharoitida qila olasiz. Judayam oson. Hamma turbichkalarimizni shu videodagidek qilib o'rib olamiz. Hamma turbichkalarimizni o'rab bo'lganimizdan so'ng 180 gradusga 15-20 minutga qizartirib pishirib olamiz. Pishirish jarayonida qarab qo'yishingizni maslahat beraman, chunki hamma duxovkasi har xil. Mana turbichkalarim pishib chiqdi. Folga qog'ozlarda sovigandan keyin olsangiz yaxshi ko'chadi. Endi esa biza kamxarch kremni tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 1 stakan shakar, yarim stakan suv kerak bo'ladi. Idishimizga shakar bilan suvni solib olganimizdan so'ng o'rta olovda bir me'yorda qo'zg'ab turib, qiyom holatiga keltiramiz. Faqat qo'zg'ayib turishimiz kerak. Agar qo'zg'ab turmasak, tagiga olishi mumkin. Tagi baland bo'lib ketmasin. Iloji boricha pastroq olovda qilsangiz yana ham yaxshi bo'ladi. Va ikkalasi ham tayyor bo'lib qaynab chiqqandan keyin o'zi ko'pirib tayyor bo'ladi. O'shanda bir chimdimgina limon sovuramiz. Limon kislotasini solamiz. Limon kislotasini solganimizdan so'ng qiyom holatiga kelib, juda ham rangi ham chiroyli bo'ladi. Mana tayyor bo'ldi, ko'pirib. Mana shunday holat bo'lgandan so'ng bir chimdim limon sovuramiz. Siri faqat tinmasdan qo'zg'ab turishingiz kerak. O'shandagina qiyomingiz zo'r chiqadi. Endi tuxumimizni mikserlab olamiz va qiyomimizni ham ustiga kam-kamdan qo'shib ko'pirtirishda davom etamiz. Faqat oz-ozdan qo'shish kerak. Bu juda ham kamxarch, oson krem tayyor bo'ladi, ham barakali bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Bolajonlar uchun ham, yosh kattalar uchun ham birdek yoqimli ta'm bo'ladi. O'zgacha. Mana quyilib xuddi shu holatga keladi. Oqib tushmaydi umuman. Yumshoq bo'ladi. Mana men nasatkaga solib oldim, qopchali. Endi to'ldirib chiqayapman. Xuddi mana shu ko'rinishda qilib olasiz. Men videoni tezlatib olganim sababli sizlarga unchalik yaxshi ko'rinmayapti. Aslida turbichkalarim bundan ko'proq chiqdi. Men kamrog'iga qilib video qilib ko'rsatdim. Bu bilan siz bemalol daromadga ham chiqsangiz bo'ladi. Albatta kanalimda kuzatishda davom eting, obuna bo'ling va oila a'zoyingizga albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Men ichiga varyoniy sgushonka ham solyapman va ularni ham do'konga chiqarishga tayyorlayapman, ko'rib turganingizdek.
Albatta, qolip yo'q-ku deb o'tirish kerak emas. Uyda boridan foydalanish kerak. Qiziqqan odamga hech narsa to'sqinlik qilolmaydi, to'g'risini aytsam. Mana shu varyonka solsangiz, ta'mi judayam ajoyib chiqadi. Bu kremlisi ham o'zgacha, varyonnisi ham o'zgacha. Albatta tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Mana turbuchkalarimizni ichini kremga to'ldirib oldik. Xohlasangiz varyonli moloko bilan shakar upasini to'ldirsangiz ham bo'ladi. Men ikki xil variantdan foydalandim. Chiroyli va ikkalasi ham judayam mazali, o'zgacha chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, albatta oila a'zolaringizga albatta kanalimga obuna tavsiya qilaman. Bizni kuzatishda davom etsangiz, bundan-da qiziqarli, foydali videolar joylab boraman. E'tiboringiz uchun rahmat.